Xolamnikiga mehmonga kelgan edim. Tayyor oshxonasi bitgan bo'lsa ham shunaqa oshxona qilyapti o'ziga. Ha, desam, yangi oshxonamni hali texnikalar bilan jihozlamadim, degdi. Yaxshi bo'pti hali jihozlamaganingiz. Unda men sizga ideyani sentyabr oyidagi eng katta chegirmasi haqida ma'lumot beraman. Oshxonangizni to'ldirib olasiz dedim. Ya'ni 26, 27, 28 sentyabr kunlari ideyani O'zbekistondagi barcha filiallarida 50% katta chegirma bo'lib o'tadi. 32 tali smart televizorlari 50% chegirmada oyiga attiga 69 ming so'm. Samsung A16 telefonlari 50% chegirma bilan oyiga 129 ming so'm. Hamma kutgan iPhone 13 40% chegirma bilan oyiga 419 ming so'm. Laretto muzlatgichlari oyiga 169 ming so'm. 12 tali Arctic konditsionerlari oyiga 199 ming so'm. Ko'rib turgan ushbu mikrovolnovka oyiga attiga 39 ming so'm. 8 kiloli Toshiba kir yuvish mashinasi oyiga attiga 279 ming so'm. Zamonaviy Shivaki gaz plitasi 50% chegirma bilan oyiga attiga 139 ming so'm. Bulardan tashqari yana ko'plab texnikalarga 50% chegirma qo'yilgan. Eng muhimi, boshlang'ich to'lovsiz, hech qanaqa kafillarsiz, birgina pasport va plastik karta evaziga rasmiylashtiriladi. Ideyani Paxtaobod tumanidagi manzili Paxtaobod Center Kurgavoyda yonida joylashgan.